O'zsangan hosil Ha, kesib yuboraman. Bunday qilaman. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Eni 2 metrli, uzuni 3 metrli 3x2 zontigimiz biz hozir sizlar bilan test qilamiz. Men 65-66 kilometr taxminan hozir o'rta qismiga borib shu zontigni osilib ko'raman. Qani metalni meni ko'taradimi yoki yo'qmi? Ketdik. Hozir montaj bo'lmasligi uchun alohida oyoq qismlari bilan ko'rsatamiz. Hali ko'pchilik aytishi mumkin, video kesilgan, qirqilgan deyishi mumkin. Mana hozir ko'rasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Mana o'rta qismiga hozir osilib ko'rdim. Oyog'imni yerdan ham uzib ko'rdim. Keyin mana e'tibor berishlaring mumkin. Oldin 4 burchak chiqardi. Hozir mana hozir 6 burchak bo'lib ketgan. Mana hozir endi sherzatga osila kerak ekan. Demakki osilsiz finalist. Necha kilosiz? 70 kilo ekan. Osilar. Oyoqlari yerdan uzildi. Zo. Bu eni 2 uzunligi 3 metrli zontigimiz. Bundan tashqari mana bu yerda 3 ga 4,5ligi ham bor, 3 ga 3ligi ham bor. Boshqacha razmerdagi zontiklarimiz ham bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorida joylashgan. Mana telefon raqamlarini ko'rsatib o'tib ketdim. Mana shu ikkita raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Mana ranglari oqi bor, yashili bor, jigar rangi bor, keyin alyumin svetligi bor, qorasi bor. Har xillaridan bor. Mana aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yetkazib berish xizmati pullik. Bu yerda bitta oyoqli zontiklarimiz ham bor. Ana ko'rishlaring mumkin. 200 ming so'mdan 500 minggacha bor bir oyoqli zontikimiz. Oyoq qismiga mana alohida postavka ham sotamiz 150 mingdan. Ranglari ustidagi tentani ko'ki bor, oqi bor, qizili bor, keyin uni serisi bor. Ya'ni kulrang. Nimadan aloqaga chiqib qolasiz. Assalomu alaykum, aka,